Assalomu alaykum, hurmatli chambarakdoshlar, yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi, zo'rmisizlar? Tiko ishqibozlari uchun sizlar uchun bitta tikochani topib qo'ydim. Kimda kim qiziqayotgan bo'lsa, ana shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Like ni bosib qo'yishni unutmanglar. Umuman like'lar kamayib ketyapti. Like'lar bosib qo'ysanglar, fikr mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman. Xullas, mashinaga qiziqayotgan bo'lsa, kimda kim tiko izlayotgan bo'lsa, men sizlarga bitta tikochani ko'rsataman, obzorchasini qilib beraman sizlarga. Ma'qul kelsa, bemalol mana shu pastdagi raqamlarga telefon qilib, egasi bilan bog'lanasizlar. Narxi to'g'ri kelsa, men mashinani o'zi ko'rinishlari to'g'ri kelayotgan bo'lsa, bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Xo'sh, bo'lmasa men boshlarim sizlarga avtomobilni ko'rsatishdi. Bir tomchi kraskasi yo'q. Avtomobil, ya'ni kraska sepilmagan, o'zini radnoy kraskasi bilan 98-yildan beri chiqqandan beri umuman sepilmagan ekan. Mana mashinani qaranglar. Men bu tomoni tulab ketgan bo'lsa ham sepilmagan, radnoy holatida turibdi. Xo'sh, mashinani sizlarga bitta atrofini podrobni ko'rsataman, keyin ma'lumotni berib o'taman. 98-yil haqidaligini aytib qo'ydim mashinani. Bu ham bir fakt sizlar uchun. Mana atroflarini ko'rib turibsizlar, bitta aylantirib ko'rsataman mashinani. Mana sekingina o'tkazay, mana tiko mashinasini. Holatlari. Umuman kraska yo'q. Tulab ketgan joy bor, lekin kraska sepmagan, shu tulagan bo'lsa ham. Balonlar tosh balondan bo'lsa ham, lekin yab-yangi zo'r turibdi. Holatlari 12 lik balonlar taqilgan, o'zini kalpaklari taqilgan. Mana holati. Ichkariga bitta sayohat qilamiz, keyin kapotga orqa bagajlarni ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan mana ichkarilarni ko'rib turibsizlar. Holatlari yaxshi. Mana yurgan kilometrlari 2 kurukdan baland yurgan, 3 kurukka yaqinlashib qo'ygan. Mana magnitofon, o'zini magnitofonlar normal ishlaydi. 5 talik skors korobka holatlari, ichkarilar ko'rinishlari mana. Bitta orqani ko'rsataman hozirlarga. Mana orqa qismlari hamma narsa nima kerak bo'lsa qonuniylashtirilgan hammasi. Xullas, zapas balonni ham berasiz bo'lsa. Bor ham zapas balon beriladi, qaranglar. Orqasidan kaltak yemagan, tayoqni yemagan. Yonidan ham yemagan, bu yondan ham yemagan, oldidan ham yemagan ekan. Hozir kapotni ham bitta ko'rsatamiz. Qani ketdik. Mana motor qismlari ideal holatda normal turibdi, ko'ribsizlar. Akkumulyatorlar yangi turibdi. Yog' chiqarmaydi, umuman yog' yemaydi. Bitta moyda almashtiriladi. Bir anchadan beri bir oydan beri turibdi mashinasi. Bilmay qo'ydingiz a? Hofiz vo'niki endi mashina kiyib olib ketadi. Olib ketadigan mashina bor. 98-yil. Shuning uchun hozircha mashinaga ehtiyoji yo'qligi uchun avtomobilni sotyapti mana. Oldi, orqali mana kaltak yemagan, mana butun turibdi nimalari. Holatlar. Endi qiziqqan odam, tushungan odam birdan bilib olaveradi. Xo'sh, mana ko'rib turibsizlar. Mashinamiz qaranglar, oq rang, 98-yilda, benzin, gazi yo'q. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qirg'iz mahallasiga qarashli Qirg'iz qishlog'ida joylashgan turibdi. Endi mana kraskasi, bir tomchi kraskasi yo'q dedi egasi. Kelib tekshirib olishlaringiz mumkin. Umuman urilgan, turtilgan, umuman o'zi radnoy bo'lgandan keyin umuman bu mashina kaltak yemagan hisoblanadi. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, usta bu narxini ayting, kelishtirib ayting. Narxi 20 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 20 nima? 20 qimmatli qilaylik hozir. Misol uchun kelishtirib bir normal o'tib ayting, bir oladigan narxga aytsangiz, biz shuncha yo'ldan kelib hozir men ham hozir kommentariyada yozatda, mashina qimmat ekan dedi. Bo'ladigan, sotiladigan narxini ayting. Sotiladigan narxi 18 million. Ana, bora bosish. 18 dan tusha olmaysiz. Yo'q, 18 dan tusha olmaymiz. Qaranglar, kelishlaring mumkin. Agar ma'qul kelsa, shu narx ma'qul kelayotgan bo'lsa, shu pastdagi raqamlarga telefon qilinglar, bog'laninglar. Agar ma'qul kelsa, kelib mashinani tekshirib olasizlar, kraskalarini. Kimda kim tikoga qiziqayotgan bo'lsa, mana shu raqamlarga telefon qilib savdolashishlaringiz mumkin. Biz bilan qolinglar, like'larni bosinglar, kommentarga fikrlaringizni kutib qolamiz. Bizdan yiroqlashmanglar. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar, chambarakdoshlar.